Assalomu alaykum aziz olotliklar, hurmatli vatandoshlar. Xudo xolasa bir necha daqiqalardan so'ng O'zbekiston hamda Kolumbiya birgalikda to'p suradi. Xudo xolasa O'zbekistonimizga, o'zimizning vatanimizning komandasiga, jamoasiga omadlar tilab qolamiz. Xudo xolasa bugun Olot tumanidagi o'sha markaziy o'yingohda mana shu o'yinni tomosha qilish uchun Olot tuman xalqi yig'ilgan albatta. Bugun ular bilan qisqacha so'roq savol, ya'ni savol-javob o'tkazib olamiz. Shunday ekan, bizni kuzatishda davom eting. O'zbekiston olg'a. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Charchamasdan. Rahmat. Yaxshi kayfiyat. Zo'r. Xo'p, O'zbekiston bilan Kolumbiya o'yinini oldinda nima deb o'ylaysiz, kim yutadi? Bilmadim uni. Ha? Bilmadim. Bilmaysizmi? Yo'q. Taxmin qilib ko'ring-chi. Taxmin necha bo'lar? Necha bo'ladi, ha? Mayli. Futbol o'z yo'liga 12:22 dan foydalanib turasizmi? Taksi 12:22 dan. Qulaymi? Qulay. Yaxshi, zo'ra? Zo'r. Rahmat, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat. Omad. Rahmat. Qulay ekan, xullas. Qulay dedilar-da, nima deymiz endi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Charchamasdan. Yaxshi yuribsizmi? Bugungi o'yin O'zbekiston bilan Kolumbiya o'yini kim yutadi deb o'ylaysiz? Albatta O'zbekiston yutadi, ebe. Nechi bo'ladi? 2-0 bo'ladi. 2-0 bo'ladi. Futbol o'z yo'liga, 12:22 dan foydalanib turasizmi? Albatta. Qanday? Zo'r. Gap yo'q. Hozir ham shunda keldim. Ha, hozir ham 12:22. Qaytarib tashlab kelsalar ham mayli. Ha, qarang. Bitta so'z bilan 12:22 ni ta'riflab bera olasizmi bitta so'z bilan? Bitta so'z bilan. Ha. Gap yo'q. Ana, uyga. Biron bir taklifingiz bormi 12:22 ga? Nimadir o'zgartirishsinmi, nimadir yangilik kiritishsinmi? Yo'q. Hammasi joyida. Hammasi joyida. Demak, xalqimiz rozi, ha? Rozi. Gap yo'q. Rahmat, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Charchamang. Xalqimiz rozi ekan. Faqat xalqimizdan so'raymiz, lekin bugun xalqimizdan emas, hozir men ko'rib qoldim. Bitta akamiz 12:22 da taksichilik qiladi. Mana shu akamiz bilan hozir intervyu olamiz sekingina. Hech kimga xalaqit bermasdan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Charchamasdan. Rahmat. Xo'p. O'yin tomosha qilgan keldingiz. Bugun O'zbekiston bilan Kolumbiya o'rtasida jang bo'ladi. Bo'ladi. Kim yutadi deb o'ylaysiz, Xudo xolasa? Bu o'zimiz yutib oldik o'zi. Kelarimiz o'zi yutdik bu. Ha. Ana shuning o'zi yutdik. Qarang, Bu ham chiroyli futbol ko'ramiz. Siz 12:22 da taksichilik qilasiz, to'g'rimi? Faqat hozir xalqimizdan emas, endi taksichilarimizdan ham so'raymiz. Aha. Xo'p. Qanaqa fikrdasiz? 12:22 haqida. 12:22 Ha. Zo'r, ha? Zo'r. Taksistlarga qanaqadir imkoniyat, qanaqadir yangilik qilishsinmi taksistlar uchun? Taksistlar qanday har doim taksistlar tomon bo'ladi-da 12:22. Boshqa nimalardagi emas. Bunaqa. Taksistlarga qarashi bor. Hurmati bor taksistlar. Demak, hammasi yaxshi. Hammasi zo'r. Salomat bo'ling. 12:22 omad. Rahmat, salomat bo'ling, sog' bo'ling. O'zbekiston olg'a. Boshlatdan. O'zbekiston olg'a. Yashak. Yangi qoidalar bo'yicha FIFA yaxshi qoida. Kelin qani yaxshigina suvlar bor. Kelin qani. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Rahmat. Charchamabsiz? Rahmat, Alloh. Xo'p, bugungi O'zbekiston bilan Kolumbiya o'yinida Xudo xolasa kim yutadi deb o'ylaysiz? Menimcha Xudo xolasa durang bo'ladi. Durang bo'ladi. Xudo xolasa. To'g'risida, durang bo'ladi. Qarang endi aka. 12:22 dan foydalanib turasizmi? Foydalanib turamiz. Qanday aka? Ko'p foydalanib turamiz. Fikringiz qanaqa 12:22 Zo'r. da? Yaxshi. Gap bo'lishi mumkin emas. Xalqimiz rozimi? Rozi. Biron bir taklifingiz bormi 12:22 dagilarga? Hammasi zo'r, taklifimiz zo'r, vaqtda keladi zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Birinchi golni O'zbekiston uradi. Nasib, Xudo xolasa. Salomat. Ham zo'r ketdi. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Ana! Olg'a O'zbekiston! O'zbekiston madhiyasini birgalikda kuylaymiz. Bu biz uchun faxr. O'shikadir, ketdi. O'shikadir.
Endi esa bugungi raqiblarimiz Kayfiyatlar qalay? Alo. Zo'rmi? Zo'r. Qarang, bugungi O'zbekiston bilan Kolumbiya o'yinida kim yutadi deysiz aka? O'zbekiston yutadi nasib bo'lsa. Aniq ha? Aniq yutadi. City hayratga aylanmi? Chitaydan. Necha yutadi? Chitaydan. Qarang, bera keling. Ha? 12-22 dan foydalanib turasizmi? Ha? Yaxshimi? Yaxshi, xudo shukr. Demak, xalqimiz rozi ha 12-22 dan. Qulay. Qulay ha? Agar 12-22 ga biron bir taklifingiz bo'lsa, biron bir o'zgartirish kiritish kerak bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin. O'zgartirish kerak. Demak, hammasi zo'r ha? Zo'r. Rahmat. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat. Omad. Rahmat. Charchamang. O'zbekiston yutadi ha, xudo O'zbekiston xolasa. yutadi nasib bo'lsa. O'zbekiston olg'a. Yutadi dedilar, men olg'a dedim. Nima farqi bor? Xo'ja Ali Xo'ja nima farqi bor?